Hayot faqat osmono'par binolar, mashinalar va asfalt to'shalgan ko'chalardan iborat emas. Hayot tonggi shabada, qushlarning sayrashi, daraxtlarning shivirlashi va tabiat qo'ynidagi sokin lahzalarda ham yashaydi. Bugun esa sizlar bilan ana shunday go'zal va sokin maskanlardan biri Qo'qon suv omborini birgalikda kashf qilamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, sayohatimizni boshladik. O shahrdan 20 kilometr janubda, Akbura daryosi vodiysida joylashgan Qo'qon suv ombori Qirg'iziston janubidagi eng muhim gidrotexnik inshootlardan biridir. U 1980-yilda qurila boshlagan va 1981-yilda foydalanishga topshirilgan. Uning asosiy vazifasi o'sh shahri va atrofidagi hududlarni ichimlik suvi bilan ta'minlash hamda qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orishdir. Qo'qon suv ombori baland tog'lar bag'rida joylashgan bo'lib, uni har tomondan qoyali yonbag'irlar va yemishil tabiat o'rab turadi. Moviy rangdagi suv, musaffo tog' havosi va betakror manzaralar bu maskanni nafaqat muhim suv manbai, balki sayyohlar uchun ham jozibador maskanga aylantirgan. Ataylab Papanga yetmasdan ertaroq tushib qoldik, negaki bu yerdagi manzaralarni ko'rib, rasmga olib ketishga qaror qildik. Manzaraga gap bo'lishi mumkin emas. Mashinada emas, iloji bo'lsa sal tevaroqda tushib qolib, piyoda ketsalar, manzarani ko'rib, kayfiyatlar ko'tarilib ketar ekan. Juda ham bir ajoyib manzaralar bor ekan. Hozir endi suv omboriga qarab ketyapmiz. Taxminan 10 kilometr, 5 kilometr piyoda yurishimizga to'g'ri keladi hozir. O'tgan yo'limiz endi bir 500 metr, 1 kilometrga yetmadi hali beri. Orqamdagi sherigim charchab qoldi. O'sha hansirab bo'lmay qoldi. O'zi mana shunaqa bitta odam bo'ladi. Haligi siz videoga olib ketasiz, oldingizda hamma narsani ko'tarib ketadigan odam bo'ladi. Mana shu odam shu odam bo'ladi. Hamma narsani ko'tarib va chamadon vazifasini o'tab beradi do'stlar. Xullas, manzilga qarab ketyapmiz. Kuzatishda davom etayotgan bo'lsangiz, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. Keyingi manzilda ko'rishguncha. Biz piyoda yurib adashibmiz, to'g'risi. Yo'l ancha uzoq ekan, bekor yuribmiz deb tursak xato bo'lsa kerak. Adashmabmiz, biz to'g'ri qaror qabul qilibmiz. Negaki bu manzara juda ajoyibda. Haligi bu kamera bilan yetkazib berish juda ham qiyin bu narsani. Tog'lar, adirlar, tabiat, qushlar sayrashi va shu gap bo'lishi mumkin emas. Juda ajoyib. Agar sizdan bu yerlarga kelib qolsangiz, sizga kichkinagina tavsiyam, mashinada borib kelish xato. To'g'ri, mashinada kelish kerak. Yo'lda yarmigacha, perevallardan tushayotgan yergacha mashinada kelsangiz, u yoqqa mashinangizni qoldirib yoki mashinangizni jo'natib yuborib sheriklaringizdan. O'zingiz mana bu yerlarda yoki mashinangizni qoldirib sheriklaringiz bilan gaplashib, manzarani ko'rib ketish bu to'g'risi boshqacha bo'lishi kerak. Men misol uchun hozir to'g'ri qaror qabul qilibmiz. Yaxshi ham shunaqa qilib deyapmiz. Negaki bu yerdagi manzaraga gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Kerakli videolarni olib, ancha yo'l yurib qo'yganimizdan keyin oldimizga bir mashina kelib, bizni Qo'qon suv omborigacha tashlab qo'ydi. O'zingizlar qaysi tomonga ketyapsizlar aka? Biz Uloqqa ketdik, Uloqqa. Qo'qonni Shut degan joylosida. U yoqlarda yaxshi joylarmi, bo'lmaydi? So'nin. Sizlarda biz bilan borsanlar hozir ko'rarsizlar. Uzoq emasmi? Uzoq. Biz anlam. Atlar ketdi, biz orqasidan ketdik. Biz yo'limiz u tomonga bormagani uchun kerakli manzilga kelgandan so'ng biz tushib qoldik. Allohga emanet. Rahmat gap. Hurmatli do'stlar, deyarli yetib keldik. Hozir yashayotganimizda yo'limizdan ketishda akollar chiqib qolib, biz oldi. Eng kulminatsion nuqtasiga yetib keldik do'stlar. Ko'rsatuvimizning eng zo'r yerlaridan biri bo'ladi mana shu. Tayyor bo'lsanglar 1, 2, 3. Yürekten kılın termedi Suyunu kaydan sezmekmin ko'rgan bo'lsanglar juda ham ajoyib. Suv yana ham ozayib qolibdi.
Bahor paytida kelsalar suv ko'm-ko'k moviy bo'lib juda chiroyli turadi. Hozir suv ancha ozayib qolibdi. Lekin ozayib qolganiga qaramasdan manzara juda ham go'zal. Hozirga pastga tushamiz, yana bir qator ko'ramiz. Hozircha tevadan ko'rib turdik. Hozir sekin pastga qarab tushib ketyapmiz. Manzaraga prosta gap bo'lish mumkin emas, kelib ko'rib ketadigan joyi. Bu gapni 3-4 marta, bir necha ko'p marotaba aytyapman. Qancha ko'p aytsam bu adashmasam bu yetmasa kerak bu manzaralarga. Albatta bir marta bo'lsa ham kelib bu yerlarni ko'rib keting do'stim. Menga zamaladi. Ancha ularsiz, xoli bo'lasiz, ancha yengilab qolasiz. Kelib ko'rib ketishni tavsiya beraman hammaga. Hozir biz suv omborining boshqa qismida turibmiz. Agar bu yerdagi suv ochilib ketadigan bo'lsa, o'shda teng yarimni suv qoplab olsa kerak. Nimagaki Akbura daryosi to'lib tashib ketadi agar bu yerdagi suv ochilib ketadigan bo'lsa. Suv juda ham ko'p. Shuning uchun Alloh ko'rsatmasin, unaqa voqealar bo'lmasin deb qolamiz do'stlar. Bu yerdan o'tib tushish xavfli. Men shashalalar chiqib ketyapman. Sherigim oldiga tezroq bo'ladi. Agar yo'qolib qolsa, shu yerlardan topasizlar meni. Shuning uchun men orqamdan yurish kerak. Topdim. Tayyor bo'lsalar 1, 2, 3 ga hozir manzarani ko'ramiz. Undan bitta eslatma berib qo'yaman. Bu yerdan tushish hozir tushgan yerdan tushishcha xavfliroq ekan. Iloji bo'lsa, nari tomondan aylanib o'tgan ma'qulroq. Biz suv bormikin deb asli yo'ldan tushyapmiz, lekin bu yerda aslida yo'l yo'q ekan. Tupik yer ekan. Tushayotganda juda ehtiyot bo'lish kerak ekan. Lekin mana qilib. Mana shunaqa tog' echkimi, uy echkilarga ko'zlab tushadi. Ehtiyot bo'linglar, o'sib aytib mumkin. Tayyor bo'lsalar, suv omborini ko'ramiz. Ulug' to'yni sendagi yurakdan qilin termeni suyuni qaydan sezmekmin Söybesem eğer men seni Görküge joktoy tengdeşi Köngüldün suygun erkesi Baqıtı qaydan sezmek Afsuski oshnamizni orzulari nobud bo'ldi. Bu yerda cho'milishga juda qattiq taqiq qo'yilgan ekan. Cho'milish mumkin emas ekan. Shuning uchun biz ham qonunni buzmasdan, cho'milmasdan boshqa narsalarni ko'ramiz do'stlar. Yürekten sezbey arzusun Durmuştun baspa yaşusun Ötmökmün seni körbösüm Ömürdün sezbey tatlı su Juda ham mayda baliqlar ko'p ekan do'stlar. Hammasi bu baliq bir minta 2 minta ekan. Bu baliqlar bu qirg'oqqa qanday paydo bo'lgan desalar, baliq tutadigan odamlar bo'lsa kerak. Mana bunaqa mayda makka bo'laklarini tashab ketishibdi. Jo'xori bo'laklarini ashlarni yegani bu mayda baliqlar to'planibdi. Juda ham ko'p ekan do'stlar. Baliq ovi ketyapti do'stlar, baliq ovi. Do'stimiz hozir baliq tutib beradi. Mana bu motovonda ham turibdi. Oyog'imga suv kirib ketdi.
Oshna eng zo'r variant, mana shu eng zo'r variant. Eng zo'r variant, eng zo'r variant. Men ushlab turib tutaman. Ha. Tutish bilasizmi o'zi sekin, ha. Qochirib yuboryapsiz. Ha. Tuting shart udalma tortsiz. Qara. Ona. Bitta. Oli. Ko'rsat. Qo'yvering. To'g'ri, video olib qo'ying. Mana oshnamni hozir mana shu baladiga beradi, qani. Video olib. Ha, qo'yvering bo'ldi, o'lib qoladi. Mana biz tabiatga qo'yvordik. Biz unaqa yomon inson emasmiz. Nima o'rnida aytib qo'yib, biz bu yerga baliq tutgani kelmaganmiz, shunchaki tabiatni ko'rgani kelganmiz. Bu baliqlar tabiatniki, shunday ekan, bu tabiatga zarar yetkazish menimcha xato bo'lsa kerak. Akkan su tüzge talmayt, say bolboso, karangı jarık bolboyt, ay bolboso, çırakta birik küymöyt, may bolboso, talanın görgü qayda gül bolboso, gül açıp kuvat almayt, gün bolboso, akınдар ırıday almayt, dil bolboso, düşmanın cazmana bey, sür bolboso, alato görgü gelibey, del bolboso. Suv omboriga qilgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Sekin bu yerga o'tirib dam olib, endi sekin qaytyapmiz. Hozir tevaga qarab chiqib ketyapmiz. Bilamizcha hozir manzaralar ko'ramiz, yangiliklar o'rganishga harakat qilamiz. Oladiganimizni oldik, ko'radiganimizni ko'rdik. Endi sekin qaytyapmiz do'stlar. Hozir tevaga chiqib, yana tog'larga chiqamiz. Manzaralarni birgalikda ko'ramiz albatta. Hozir baland toqqa chiqib ketyapmiz. Yuqoridan ko'lda yana ham chiroyli ko'rmoqchimiz. Ichkarida chiqib ketyapti. Qiynalib ketdi bechora. Men bilan yurib ancha qiynaldi. Bechora ko'tarilsa ko'tarilib ketmadi. Mashg'ul ketmadi. Hop. Tepedagi toqqa ketyapmiz. Hozir bu tevadan manzarani ham chiroyliroq ko'rishga harakat qilamiz. Kal bolboso, argeşin adaşasın, jol bolboso, ördük kaskayda konut, göl bolboso, arıçanın sayası çok, şaf bolboso, bulbul Ona daraxtlar düşüp olayım, daraxtlar. Üzülüp ketadi, ehtiyot oling. Mana motomonasiga daraxt düşüp. Tusharing bo'ldi, tushdik. Qanday tushamiz hozir bu yerdan? Bo'ldi, shu yerga chiqib oling, o'tiramiz ichida dam olib. Qo'l beraymi? O'sha terlab ketdingiz. Sigan chiq ekanda. Qo'yapsan. Keling, qo'lingizni bering. Men ham tushib ketib qolaman, sizga qo'l beraman deb. Ha, chiqdingiz. Yetib keldilar. Taassurotlar qalay bo'ldi, aka? O'ta yomon bo'ldi. Manzara-chi, manzara. Manzara yaxshi. Ayolim titrayapti, gapirib Hozir gapira olmaydi akam, hayajondadir. Tillari aylanib, chap bo'lib ketyapti. Tevaliga qarab ketyapmiz. Hop, tevaga ham chiqib oldik. Ko'rganlardek juda ham chiroyli bo'lgan manzara ochildi. Lekin to'g'risi manzaraga gap bo'lish mumkin emas. Har doim aytganimizdek Alloh taoladi yaratıqlari bu dunyoda juda ham ko'pda. Biz bo'lsa u yaratıqlarni arzimagan narsalarga
almashtirib yuboryapmiz. Bo'sh vaqtimiz bo'lganda telefon ko'rib, telefon bilan hayotimizni o'tkazib yuboryapmiz. Lekin Alloh taolo bu manzaralarni to'g'risi biz uchun yaratganda, shu bandalar uchun yaratgan. Lekin biz bo'lsa bu yerlarda buzyapmiz. To'g'risi hayotimizni to'rtta devorda tagida, Instagramda, YouTube'da o'tkazib yuboryapmiz. Lekin bunaqa yerlarda, bu manzillarda unaqa oddiy inson yaratgan narsani Alloh yaratgan narsaga almashtirishimizni bilmadim. To'g'ri bo'lmasa kerak. Har holda haftada bir marta bo'lsa ham mana shunaqangi yerlarga kelib yozilib tursiz. Ancha o'zingizdan ham rozi bo'lasiz. Hayotingiz ham boshqacha bo'lishni boshlaydi. Hayotingizdan rozi bo'lishni boshlaysiz. O'zingizga bo'lgan vaqt ajratgan bo'lasiz. Qachondir rejalashtirgan maqsadingizga bir marta qadam qo'ygan bo'lasiz, do'stlar. To'g'risi bo'lsa kerak, qanaqadir davlatga sayohat qilaman, qanaqadir yerga boraman degan maqsad hammada bo'ladi, to'g'risi. Lekin so'nggi paytlarda bu maqsadimiz qo'yganimizga 1 yil bo'lgandir, 5 yil bo'lgandir, 10 yil bo'lgandir. Lekin hali ham maqsadimiz sari bir qadam tashlamadik. Kimdir mana misol uchun o'ylab ko'ring, o'zingiz ham qachonlardir 5 yil oldin, 10 yil oldin, 2 yil oldin bu yoqqa boraman, bu yerga sayohatga chiqaman deb maqsad qo'ygan bo'lsangiz kerak. Lekin bu maqsadingiz hali ham o'sha yerda qolib ketgani bu ayanchli deb o'ylayman. To'g'risi hozirda 80% odamlar sayohatga pulim yo'q, vaqtim yo'q deydi. Misol uchun men ham 6 kun ishlab, 1 kun dam olaman. Mana shu dam olishimda sayohat qilyapman. Lekin u pulim yo'q, vaqtim yo'q, qachondir yaxshi vaqt kelishini kutish bu xato bo'lsa kerak. Negaki hech qachon siz uchun ideal vaqt bo'lmaydi. Sayohatga ko'p pulingiz ketmaydi, aksincha. Sayohat qilgan kuningiz ozroq xarajat qilasiz. Misol uchun bu yerga kelishimizga 2000 so'm pul ketdi. 1000 so'm yo'l kirasiga, 1000 so'm ovqatiga. Bu bilan men aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, sayohatga hech qachon vaqt kelmaydi. Sayohat vaqti kelganda qilinadi. Shu. So'nggi paytlarda hayotimizda ma'no yo'qolgandek go'yo. Bir xil kunlar, bir xil insonlar, bir xil mashinalar va binolar. Ammo asl ma'no bunda emasdir. Balki hayotimiz 4 devor atrofiga qurilmaganini unutib qo'ygandirmiz. Balki bu gaplarni yana bir bor o'ylab ko'rish kerakdir. Vaqt o'tmoqda. Kechagina 2030-yil desa, "Wow" derdik. Mana o'sha yilga hammatiga 3 yil qoldi. Shu bois sayohat uchun vaqt kelishini kutmang. Ba'zan shunchaki yo'lga chiqish kerak. Yangi joylarni ko'rish, yangi insonlar bilan tanishish, tabiatni his qilish va kundalik hayotdan biroz uzoqlashish kerak. Chunki hayot biz o'ylaganimizdan ancha tez o'tib ketmoqda. Bugun bor imkoniyat, bugun bor vaqt va bugun yonimizda bo'lgan insonlar bir kun kelib xotiraga aylanishi mumkin. Shuning uchun hamma narsani keyinga qoldiravermang. Bir kun boraman, bir kun ko'raman, bir kun vaqt topaman demang. Chunki yana bir narsani bilingki, sayohatning vaqti hech qachon kelmaydi. U faqat ketadi. Qoladigan narsa esa faqat xotiralar va yaxshi amallardir. Hurmatli do'stlar, Papan suv omboriga, Papan qishlog'iga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Har doimgidek bu yerdan yangi taassurotlar oldik, yangi narsalarni o'rgandik, yangi voqealarga guvoh bo'ldik, yangi tabiatga guvoh bo'ldik. Shu ma'noda bu qishloqda o'zimizga kashf etdik, do'stlar. Har doimgidek aytamiz, sayohatda vaqt kelmaydi. Sayohatda vaqti har doim ketadi. Shuning uchun qulay vaqtni, qulay fursatni kutmasdan hozirdan sayohatingizni boshlang. Hayot juda ham qisqa. Aks holda sayohatda vaqt kelishini kutsangiz, umringizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Agar ko'rsatuvimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, ko'rsatuvimizga fikrlaringizni qoldiring va albatta kanalga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Sizning har bir qo'llab-quvvatlashingiz bizga yangi qilgan sayohatlarimizni videoga olishga, tasvirga tushirishga chin ma'noda katta motivatsiya bera oladi. Agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz sayohatni sevuvchi insonsiz. Katta rahmat.